Assalomu alaykum do'stlar. AI bo'yicha navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan yo'nalish ASMR yo'nalishi, ASMR ovqat yo'nalishi. Bunaqa videolarni, bunaqa yo'nalishlarni ko'pini ko'rgan bo'lishingiz kerak. Odatda bunday videolar haqiqiy odamlar tomonidan ishlanadi, haqiqiy kamerani o'rnatib qo'yib ishlanadi, lekin biza buni sun'iy intellektda ham qilsak bo'ladi. Shunday kanallardan mana bu kanalni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Kanalni ko'radigan bo'lsangiz, hamma videolari yaxshi prosmotr olyapti. Mana 2022-yilda ochilgan kanal 7 milliard prosmotr qilgan. Bir oylik prosmotrni ko'radigan bo'lsak, kuniga 9 milliondan 10 milliondan prosmotr qilyapti. Mana shunaqa videolar, bittasini ko'ramiz. Mana har xil jelidan bo'lgan mevalar, morojniy boshqa shirinliklarni yeb kameraga oladi va ortiqcha joylarini kesib tashlab, pastga shularni rasmini qo'yadi. Xo'p, demak endi biza bu videolarni qanday qilib yasaymiz? Buning uchun men sizlarga master prompt qilib GPT model qilganman. Tayyor GPT model, ya'ni men bergan havoladan o'tib, o'sha modelni ishlatsangizlar bo'ldi. Sizlarga savol beradi, savoliga javob berib tursangiz, sizlarga tayyor promptlarni yasab beradi. Mana shu model Lab ASMR deb nomladim. Bu yerga nomiga e'tibor qilmang. Men bu ChatGPTni olgan vaqti 1 yillik obunani hindistonlik akamizni nomiga olganman. Demak, ChatGPTga kiramiz va biza yangi video qilamiz deb yozamiz. Mana ChatGPT biza bilan muloqotga kirishadi va qaysi obyektni, qaysi predmetni video qilmoqchisan deb so'raydi. Masalan, biza jeleli konfetni oladigan bo'lsak, o'shani nomini kopiya qilib olamiz va pastga chatga javobga tashlaymiz va jo'natamiz. Keyin ChatGPT bizadan yana qo'shimcha savol berishi mumkin. Bu narsani rasmi bormi, yo'qmi deb. Agar bizada rasmi bo'lsa, rasmini yuboramiz, yo'q bo'lsa, yo'q deb yozamiz. Va mana chat ishlab boshladi va bizaga avtomatik ravishda 2 xil prompt yaratib beradi. Birinchi promptimiz bu rasm generatsiya qilish uchun, ikkinchi promptimiz video generatsiya qilish uchun. Mana shu rasm generatsiya qiladigan promptni olamiz. Boshidan oxirigacha olib turib, endi rasm yaratadigan AIga o'tishimiz kerak. Rasmni har kim xohlagan AIsida yaratishi mumkin. Men Nano Bananada yarataman. Geminiga kirib, bu yerga Nano Bananani tanlab, promptni tashlab jo'nataman. Mana prompt ishlab boshladi. Mana rasmimiz tayyor bo'ldi, generatsiya bo'ldi. Mana lablarning orasida jeleli konfet. Juda ajoyib chiqdi. To'g'ri, endi rakurs sal o'ngga qaragan, lekin shunday qilsak ham bo'ladi. Har xil variantlarda qilib ko'ramiz. Mana bu ikkinchi prompt ko'rib turibsiz. Endi yana bitta video qilish uchun yangi obyekt deb yozdim. Va endi u bizadan endi nimani ishlaymiz deyapti. Men masalan mana shu shokoladli shar dedim. Shokoladli sharni nomini jo'nataman va endi u bizadan rasm bor yo'qligini so'raydi. Keling, bu safar unga biror bir rasm taqdim qilsak. Yandexda men mana shunaqa rasm topdim. Uni kopiya qilib olamiz va chupa-chupsniki bu yerga tashlaymiz va jo'natamiz. Mana shu rasm asosida bizaga prompt yaratib beradi. Qani ko'ramiz, rasmni qanday to'liq tasvirlab bera olarmikan. Promptimiz yaratilib boshlandi. Rasm uchun promptni kopiya qilib olamiz. Rasm yaratadigan sun'iy intellektga o'tamiz, tashlaymiz va jo'natamiz. Siz buni Whisper'da qilsangiz ham bo'ladi, boshqa AIlarda qilsangiz ham bo'ladi. Mana bizning rasmimiz yaratildi. Mana ko'rib turibsiz, shokoladni juda ajoyib qilib yoritib berdi. Keling, endi yana bitta rasm yaratamiz va bu safar nima dedi? Muz bo'lagi deymiz. Mayli, muz bo'lagini qila qolsin. Jo'natamiz. Yo'q deb yozamiz. Rasm uchun promptni nusxa qilib olamiz. Boshidan oxirigacha va AIga tashlaymiz. Biroz kutamiz. Mana rasmimiz tayyor bo'ldi. Juda ajoyib chiqdi. Qarang, mana muz bo'lagini og'zida ushlab turibdi bu qiz.
Xuddi shunday qilib siz o'zingizga kerakli bo'lgan predmetlarni mana shunaqa qilib yaratib olishingiz mumkin. Yana bir marta yangi video qilamiz. Va bu yerda endi bizdan nomini so'rayapti, nimani qilishni kerak. O'zimizni bilganimizcha yozamiz. Qizil qulupnay deb jo'natdim. Qabul qilindi. Rasm bormi yo'qmi deyapti. Yo'q deymiz. Va mana prompt yaratib boshlandi. Hammasi avtomatik ravishda rasmlarni qanday yaratilish parametrlari ichiga kiritilgan. Hech qanaqa ortiqcha prompt yozib o'tirmaysiz. Kopiya qilib olamiz va nano bananaga kirib tashlaymiz. Mana rasmimiz yaratilib bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, mana qulupnay qiz bolani lablari orasida turibdi va bu safar kameramiz to'g'ridan qaragan. Bunday qilib har xil variant qilsangiz ham bo'ladi. To'g'ridan, yondan o'zingizga qulayini olaverasiz. Endi bu rasmlarni saqlanib qilib olamiz. 01, 02, 03 deb saqlanib qilib olamiz va keling biror bir rasmni videoga aylantirib ko'rsak. Mana shu oxirgi qulupnaylik rasmni video promptini olamiz. Bu yerdan kopiya qilib olamizda. Endi bu safar V3 ga kiramiz. Menda V3 bor, shuning uchun video po kadrim deb rasmni tanlaymiz. Boyagi qulupnayli rasmni tanlab promptni tashlaymiz va jo'natamiz. Albatta formatni gorizontal qo'yamiz va video sonini bitta qo'yamiz. Mana videomiz tayyor bo'lib qoldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana endi buni qo'yib ko'ramiz. Mana qulupnikani aylantirib og'zida yeyapti. Mana shunaqa qilib barcha yaratgan rasmlaringizni videoga aylantirib, ularni keyin CapCut programmada ketma-ket bir-biriga ulab video qilishingiz mumkin. Videoni montaj jarayonini CapCutda qilinishini sizlarga ko'rsatib o'tirmayman. Siz уже bunaqa narsalarni bilasiz, ancha ko'nikmalaringiz oshib ketgan. Shuning uchun sizlarga asosiy kerak narsalarni ko'rsatdim. Qolganlari endi o'zingizning g'oyangizga bog'liq. Agar siz bu ChatGPTdan yaratilgan rasmlarni xohlamasangiz, o'zingiz boshqa sun'iy intellektda shunga o'xshagan rasmlarni yaratib olib, men bergan promptni video qismidan foydalanib videoga jonlantirishingiz mumkin, animatsiya qilishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, o'sha ChatGPT so'ragan vaqti tayyor o'sha rasmlarni tashlab berishingiz kerak. Siz aytgandek, siz aytgan mevani, siz aytgan predmetni rasmini yaratib beradi va shuni keyin videoda jonlantirishingiz mumkin. Yana bir varianti, mana shu video po kadrim degan joyda tayyor o'sha odamni labida turgan predmeti bilan joylasangiz, o'shani animatsiya qilib beradi. Men shunchaki bu promptni sizlarga oson bo'lishi uchun shablon sifatida yaratib berdim. Undan qanday foydalanishni o'zingiz bilasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.